Biz sizlarni kompaniyalaringdan Umra safariga bormoqchimiz. Biz bitta, ikkita emasmiz, 5 kishi, 10 kishi, 20 kishi bo'lib bormoqchimiz. Sizlarda qanaqadir skidkalar bormi? Agar ko'pchilik bo'lib boradiganlarga deganlar uchun Xudo xolasa albatta bizda skidkalar bor. Qanaqa skidkalar bo'ladi deganlar uchun Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hikmat Travelga yetib kelganmiz. Abdug'offor akani oldiga Xudo xolasa litsenziyaga ega kompaniya. Oxirigacha ko'rib layklarni bosib tursangiz, Xudo xolasa sizlar uchun zo'r chegirmalarimiz bor. Sizlarga birma-bir ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Abdug'offor aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, bizda ko'pchilik savol berishibdi. Biz 1 kishi, 2 kishi emasmiz, 5 kishi, 10 kishi, 15 kishi qarindoshlar bilan bormoqchimiz. Sizlarda skidkalar bormi deyishibdi. Bor, qilib beramiz xudo xolasa. Qilib beramiz. Hozir mana masalan chislovlari bilan pullarini aytaylik. Keyin yana ham chegirma qilib berishimizni sizlarga tushuntirib o'tamiz. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimizni iyul-avgust oyiga reyslarimiz qo'yilgan. Bularning kunlari 13-iyul kuni, 16, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimiz bor. To'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz. Buni narxini $995 qilib beramiz. Endi ko'pchilik bo'lib boradiganlar uchun bundan ham chegirma qilib beramiz. Jindekkina qilib chegirma qilib beramiz. Aloqaga chiqaveringlar, tushuntirib beramiz qolganini. Xo'p, biz vodiydan boramiz deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimiz qo'yilgan. Buni chislovlari xo'p iyul oyiga 14-iyul kuni bor, 17, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimiz qo'yilgan. Xo'p, buni narxini $1025 qilib beramiz xudo xolasa. Endi ko'pchilik bo'lib boradiganlar uchun bu narxdan ham chegirma qilib beramiz. Chegirmasi bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Telefon qilishsa xudo xolasa chegirmalari bor. Endi sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlari gastitsamiz Madina Munavvarada uzoqligi 200-300 metr. Xo'p, Makka Mukarramada eng yaqini 1 kilometr, uzog'i 2 kilometr xudo xolasa. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, shu gastitsamizga tushiladi. Lekin avtobus xizmati bo'ladi. Lekin avtobus xizmati bo'ladi. 24 ga 7 ishlaydi avtobuslar xudo xolasa. Xo'p, endi to'lov masalalari yoki 50 boshlar qiziqqanlar uchun iloji boricha 50 boshimiz aeroportdan billa borib, billa kelishadi xudo xolasa. Bilmagandan bundan tashqari, bemalol. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi va vizalarni ham qo'llariga chiqarib beramiz xudo xolasa. Vizalarni qo'llariga chiqarib beriladi. Keyin qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida beriladi xudo xolasa. Yana bitta bonus tariqasida qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi. Xo'p, to'lovlar masalasi bo'yicha biz ofisga borib to'lov qilamiz deydiganlar uchun xohlasa kelib ofisimizga to'lov qilsin. Ofislarimiz respublikamizning 3 ta viloyatlarida bor. Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Yo bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Onlayn ham qabul qilaveramiz. Onlayn ham qabul qilinadi. Hisob raqamlar beriladi, hisob raqamlar beriladi. To'lov qilinadi. Bemalol. Keyin qolganini ham aeroportda to'lashaveradi. Bemalol to'lov qilsa bo'ladi. Vizaga pul tashlab berishadi, xolos. Menimcha shunaqa bo'ladi. Gap yo'q, xudo xolasa menimcha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildik. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Aytib o'tganimizdek, ko'pchilik bo'lib boradiganlar ham aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sezilarli darajada sizlarga skidkalar qilib beramiz. Xudo xolasa chiroyli narxlar bo'ladi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel litsenziyaga ega bo'lgan kompaniyada Umra safariga bormoqchi bo'lganlar uchun Xudo xolasa shu videomizni tayyorladik. Xudo xolasa qiynalmasdan mazza qilib ibodatlarni qilib kelishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.